Assalomu alaykum, hurmatli Hanko 301 YouTube kanalimiz hurmatli kuzatuvchilari. Bugun yaxshi bir mini quyonchilik fermamizdan video lavha oldik. Xudo xolasa kechga bu videomizni o'zimizni kanalimizga joylaymiz. Ungacha bo'lgan holatda biz qisqacha video shorts olishga qaror qildik. Ko'pchilik Leylopadan olib kelgan quyonlaringizni ko'rsating, quyon fermangizni mini obzorini ko'rsating degan odamlar kommentariyada ko'p bo'ldi. Shu talablarga binoan chiroyli qilib mini quyonchilik fermamizdan obzor oldik. Qisqacha video shorts qo'yish maqsadida ushbu videomiz olinyapti. Albatta kechga kuzatib boringlar. Biz Hanko 301 YouTube kanalimizda yangi video joylaymiz. Albatta sizlarga ushbu videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lmagan kuzatuvchilarimiz obuna bo'lib qo'yishini so'raymiz. Sizlar bilan birgalikda ko'plab yangiliklarni rivojlanishimizni birma-bir qo'yib borishga harakat qilamiz. Quyonxonamizni to'liq yoritib berishga harakat qildim. Albatta qo'ldan kelgancha. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Sog' va salomat bo'linglar.